Qalbi kuchlik hammani yengadi. Sevimli do'stim, kayfiyatingiz tushgan chaqda men bilan birga bu jumlalarni ichingizda o'qib bering. Bu jumlalar sizni dardli kuch-quvvatga to'ldirdi. Men o'zimning talashiga ishonman. Boshqalarning masxarlik muomalalariga yuznalayman ham uni oson hal qila olmayman. Men ruh jihatdan mustaqilligimni saqlayman. Men ichki va tashqi jihatdan pishib yetilgan mustaqil odam. Yolg'izligimdan huzurni olayman. Yolg'iz qolgan holatdami ruh dunyoimni yorita olayman. Men hech kimning zerikkan chog'dagi o'ynaydigan buyum emas. Endi men sizga his qilgan vaqtida hech kim bilan kirishib olmayman. Mening aniq nishonim bor. Nishonim garchi kichik bo'lsa-mu, uni cho'qim amalga oshiraman. Bir qatimliq botirlik bilan boshlash taqdirni o'zgartirishga yaxshi fursat. Men chuqur iqtisodda mustaqil bo'lib, boylikni o'zim erishmoqchi bo'lgan turmushga moslashtirman. Men o'zim tanlagan doira ichida o'zimga eng yaxshisini beraman. Mening o'zimga bo'lgan muhabbatim mening eng mustahkam qo'rg'onim. Hech kim bu qo'rg'onni buzib, mening bexatarlik tuyg'urimni elib ketolmaydi.